Afsus do'stlar, biz super talantlarsiz El Clasico ko'radigan bo'lyapmiz. Yana bir yomon tarafi, ular o'zlarining birinchi jahon chempionatini ham o'tkazib yuborishi mumkin. Hozir sizlarga gap kimlar haqida ketayotganini batafsil aytib beraman. Undan oldin mana shunaqangi tezkor futbol xabarlaridan quruq qolmaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Unda boshladik. Xo'p, batafsil aytadigan bo'lsam, gap Lamine Yamal va Arda Güler haqida ketmoqda. Nega afsus deyapman? Ular hozir o'zlarining eng yaxshi sport formalarida bo'lib turganda mavsum o'laroq. Nega deyotgan bo'lsangiz, birinchidan Arda Gülerni Bavariyaga qarshi Real Madrid safida ko'rsatgan o'yinini ko'rishimiz mumkin. U ikkita gol urdi, uzoqdan va jarima zarbasidan. Umuman olganda Realni o'sha turnirni tark etgan o'yinida juda ham zo'r harakat qilganda eng yuqori ball olib, uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi ham bo'lgandi va Lamine Yamal ham bu tarafda Atletico Madridga qarshi fantastik o'yin ko'rsatgandi, bitta gol urgandi. Umuman Atleticoga qarshi super o'yin ko'rsatgandi, o'yinning eng yaxshi futbolchilaridan biri bo'lgandi. Ammo lekin biroq bugunga kelib ular jarohat oldi va 11-may kuni bo'lib o'tadigan El Clasico'ni o'tkazib yuboradi. Nafaqat El Clasico'ni, balki bu mavsumda boshqa ular jamoalariga yordam bera olmaydi. Arda Güler va Lamine Yamal super iste'dodlar va yomon tarafi ular o'zlarining birinchi jahon chempionatini ham o'tkazib yuborishi mumkin. Albatta ularga sog'lik tilagan holda tezroq safga qaytishini kutib qolamiz. Sababi terma jamoasini ularsiz tasavvur qila olmaymiz. Lamine Yamalning o'rni Ispaniyada juda ham beqiyos, uning o'rnini bosish qiyin, murakkab va Arda Gülerning ham Turkiyada xuddi shunday o'rni bor do'stlar va bizga ham qiziq ularni terma jamoada kuzatish.